Tasavvur qilib ko'ring-a, atrofingizdagi barcha narsa, mana shu ko'rib turgan buyumlaringiz, eshitayotgan ovozlar, hatto o'zingizning tanangiz ham shunchaki bir illyuziya bo'lsa-chi? Qiziq-a, voqelik aslida qanday ekanligini umuman qayerdan bilamiz? Xo'sh, bugungi tahlilimizda aynan shu savolga javob izlaymiz. Biz bugun butun boshli dunyoqarashni ostin-ustun qilib yuborgan, eng katta kashfiyotlarini issiqqina karavotidan chiqmay turib yaratgan daho Rene Descartesning g'aroyib va sirlarga boy sayohati haqida gaplashamiz. Menga bitta narsani aytingchi, ayni damda tush ko'rmayotganingizga 100% ishonchingiz komilmi? Ehtimol, hozir qayerdadir pishillab uxlab yotgandirsiz, bu tahlilni eshitganingiz esa shunchaki ongingizning sizga qilayotgan bir o'yinidir. Agar bu savol sizni ozgina bo'lsa ham o'ylantirib qo'ygan bo'lsa, unda tabriklayman. Siz hozirgina zamonaviy falsafaning otasi Rene Descartes singari fikrlashni boshladingiz. Birinchi qism. Kravatdagi doso. Descartes 1596-yilda Fransiyaning La Ene degan Mitti shahrida dunyoga kelgan. U tug'ilganidan ko'p o'tmay onasidan ayriladi. O'zi ham shunday nimjon, kasalmand bola bo'lib o'sadi. Keyinchalik La Flèche degan yezuitlar maktabida o'qiyotganida ustozlari uning sog'lig'ini ayab, ertalab soat 11 gacha kravatda yotishiga ruxsat berishgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Boshqa bolalar tongi 5 da dars qilishga o'tirganda u mazza qilib uxlardi. Lekin adashmang, bu dangasalik emasdi. Descartes bu jimjit sokin tonglardan meditatsiya qilish, shuqur o'ylash va tabiat haqidagi ilk g'oyalarini pishitish uchun juda ham zo'r foydalangan. Yosh Descartes maktabni bitirgach 1616-yilda huquqshunoslik darajasini oladi. Ammo uning xayoli butunlay boshqa joyda edi. U o'zini harbiy muhandislikda sinab ko'rish niyatida butun Yevropa bo'ylab sayohatga chiqib ketadi va turli armiyalar safiga qo'shiladi. Bilasizmi, aynan mana shu sayohatlar, harbiy qarorgohlarda o'tkazilgan uzun tunlar uni qalin, zerikarli kitoblardan ko'ra haqiqiy fizikaga va dunyoni o'z ko'zi bilan kuzatishga ko'proq jalb qila boshladi. Ikkinchi qism. Fikrlayapman, demak borman. Descartesning butun dunyoni larzaga keltirgan kashfiyoti asosi bu uning radikal shubha usuli hisoblanadi. U o'zigacha bo'lgan qadimgi mutafakkirlarning kitoblarini ham, hatto o'zining shaxsiy his-tuyg'ularini ham umuman rad etdi. Nega deysizmi? Sababi oddiy. Ko'zimiz bizni bemalol aldashi mumkin, qulog'imiz esa chalg'itadi. Demak, 100% ishonish mumkin bo'lgan, hech qanday shubhaga o'rin qoldirmaydigan bitta yagona mutlaq haqiqatni topish uchun avvalo hamma narsaga, mutlaqo hamma narsaga shubha qilib ko'rish kerak. Keyinchalik 1637-yilda yozilgan metod haqida mulohaza asarida u bizga deduktiv fikrlashning 4 ta oltin qoidasini taqdim etdi. Qarang, birinchidan, faqatgina o'z-o'zidan aniq bo'lgan haqiqatnigina qabul qilish. Ikkinchidan, o'sha katta murakkab muammolarni mayda va oddiy qismlarga bo'lib chiqish. Uchinchidan, masalani eng oddiydan boshlab, sekin-asta murakkabiga qarab yechish. Va nihoyat to'rtinchisi, hech narsa e'tibordan chetda qolmasligi uchun hamma narsani boshqatdan qayta tekshirish. Bu shunchaki qandaydir oddiy ro'yxat emas, yo'q, bu bizning chalkash fikrlarimizni tartibga solib beradigan ajoyib formuladir. Va aynan mana shu radikal shubha yo'lidan bora-bora u shunday bir nuqtaga kelib taqaldiki, o'ylab ko'ring, agar u hamma narsaga shubha qilayotgan bo'lsa, demak hozir shubha qilayotgan qandaydir mavjudot bor-ku, to'g'rimi? Ya'ni u fikrlayapti va u to'g'ridan-to'g'ri tarix sahifalariga abadiy muhrlangan o'sha mashhur so'zlarni aytdi. Fikrlayapman, demak borman. O'ylab ko'ring-a, qanchalik chuqur ma'no bor bu yerda. Ongning mavjud bo'lishi bu inkor etib bo'lmas yagona mutlaq haqiqatdir. Uchinchi qism. Descartes koordinatalar sistemasi. Endi matematikaga o'tamiz. Descartesgacha bo'lgan matematika olamida geometriya va algebra go'yoki bir-biridan butunlay ajralgan ikki xil qit'a edi. Ular o'rtasida umuman aloqa yo'q edi. Ammo 1637-yilda uning geometriya deb nomlangan essesi dunyo yuzini ko'rdi. U nima qildi deysizmi? U shakllar olamini tenglamalar olami bilan shunchaki birlashtirib qo'ydi. Bu hozirda analitik geometriya deb ataluvchi mutlaqo yangi inqilobiy yo'nalishning tug'ilishi edi. Barchamiz maktabda daftarga chizgan o'sha ikkita X va Y o'qlarni eslaysizmi? Perpendikulyar kesishuvchi grafiklarcha, bularning barchasini aynan Descartes kashf etgan. Shuning uchun ham u Descartes koordinatalar sistemasi deb ataladi. Tenglamalardagi noma'lum miqdorlar uchun X, Y, Z harflarini, ma'lum miqdorlar uchun esa A, B, C dan foydalanishni ham aynan u hayotimizga kiritgan. Eng asosiysi shundaki, u falsafani qanchalik aniq matematik qolipga solishni xohlagan bo'lsa, matematikada ham xuddi shunday katta burilish yasadi va Isaac Newton singari daho olimlar uchun zamonaviy hisob fanining poydevorini mukammal tarzda yaratib berdi. 4-qism. Ruh va tana dualizm.
Keling endi bir zum insonning o'ziga, uning inqilobiy dualizm konseptiga to'xtalib o'tamiz. Dekart insonning tabiatini ikki xil, butunlay alohida olamga bo'lgan. Birinchisi bu moddiy bo'lmagan erkin ong, ya'ni bizning ruhimiz, ikkinchisi esa fizik xususiyatga ega bo'lgan kengayadigan mexanik tana, ya'ni materiya. Uning fikricha bu ikkisi mutlaqo alohida narsalar, ammo ular miyadagi xurrasimon bez orqali o'zaro ta'sirlashadi deb qattiq ishongan. Xo'sh, nima uchun bu g'oya shunchalik muhim? Chunki aynan mana shu yondashuv tabiatshunoslik va zamonaviy fizika uchun juda katta eshikni ochib berdi. Tasavvur qiling, agar butun jismoniy dunyo va inson tanasi shunchaki universal qonuniyatlarga bo'ysunuvchi qandaydir mexanizm yoki mashina bo'ladigan bo'lsa, demak biz uni o'lchashimiz, yaxshilab o'rganishimiz va tajribalar o'tkazib tushunishimiz mumkin bo'ladi. U butun borliqni obyektiv fan nuqtai nazaridan tushuntirib berishga harakat qildi. 5-qism. O'lim olib kelgan tong va uning merosi. 1649-yilda Shvetsiya qirolichasi Kristina Daho Dekartni shaxsan o'ziga falsafadan dars berishi uchun Stokgolmdagi saroyiga taklif qiladi. Biroq qirolicha saharlab o'ta barvaqt uyg'onishni yaxshi ko'radigan inson edi. Endi vaziyatni tasavvur qiling-a. Butun umr ertalab soat 11 gacha issiqqina karavotda yotib fikr yuritishga odatlangan odam birdaniga haftada 3 marta tongi soat 5 da dars berish uchun qahraton sovuq va qorda o'sha muzlagan yo'llarni piyoda bosib saroyga borishga majbur bo'ladi. Bu kutilmagan keskin o'zgarish va shafqatsiz muzdek havo uning shundoq ham nimjon sog'lig'iga juda qattiq zarba berdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay u zotiljam, ya'ni og'ir pnevmoniyaga chalinadi va 1650-yilda atigi 53 yoshida bu yorug' olamni tark etadi. Tarixning qanchalik kinoyali ekanligiga e'tibor bering. Butun dunyo falsafasini va ilmini o'zgartirib yuborgan buyuk aqlni shunchaki ertalab vaqtli uyg'onish o'ldirdi. Lekin shoshmang, voqea bu bilan tugab qolmaydi. Uning jasadi vafotidan 16 yil o'tib Stokgolmdan Parijga ko'chiriladi. Biroq tarixchi mutaxassislar orasida tarqalgan mishmishlarga qaraganda, ushbu jarayon davomida uni Dahoga aylantirgan xuddi o'sha mashhur bosh suyagi va yozuvchi barmog'i kimlardir tomonidan o'g'irlab ketilgan ekan. Uning jismoniy tanasi turli joylarga bo'linib ketgan bo'lishi mumkin, ammo u qoldirgan bilim va kashfiyotlar hozirgacha har birimiz bilan birga yashab kelmoqda. Ushbu tahlilimizni yakunlar ekanmiz, o'zimizning zamonaviy hayotimiz haqida biroz o'ylab ko'rishni taklif qilaman. Hozirgi kunda axborot shunchalik ko'p, yolg'on va rost bir-biriga shu qadar qorishib ketganki, aslini ajratib olish qiyin. Xo'sh, o'ylab ko'ring. Agar siz ham xuddi Dekart singari o'z hayotingizga radikal shubha yo'lini qo'llasangiz, barcha asossiz birovlardan eshitgan ishonchlaringizni chetga surib qo'ysangiz, oxir-oqibat qo'lingizda tayanish mumkin bo'lgan qanday mutlaq haqiqatlar qolar edi? Fikrlang, chunki siz fikrlayapsiz, demak mavjudsiz. Keyingi tahlillarimizda ko'rishguncha hech qachon shubha qilishdan va o'z haqiqatingizni izlashdan to'xtamang.